Sharqi Turkistonning oldin qatardagi olimlardan Kerem Qari Abduvalining turmada shahid bo'lganligi o'tirg'i chiqdi. 1990-yillari turli tuhmatlar bilan Xitoy soqchilari tomonidan tutqun qilinib, bo'lgunchilik bilan ayblanib 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Kerem Qari 12 yildan keyin jazo muddati qonunsiz holda uzartilib, yolg'iz kishilik kamerada tutib turilyotdi. 28 yildan keyin Xitoy turmasida qazo qilinganlik xabari Shvetsiyada yashayotgan inisi Mehmet Emin Abduvali tomonidan jazmlashtirildi. Kuchalik bu olimning shahid bo'lgan kunda kuchada sirtqi chiqishning cheklanganligi, bazalarning taqilganligi va alohida tadbirlarning yo'lga qo'yilganligi ma'lum. Bu haqda ko'z qarashlarini bildirgan Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdujil Qarqash mundoq dedi. Shuncha olim va peshvolarimiz shahid qilindi. Bularning qini hech vaqt yerda qolmaydi. Xitoyning kiyamichi va ishg'ol siyosatiga qarshi O'rta Osiyo davlatlari boshchiligida xalqaro jamoatchilik tadbirlik bo'lishi va Xitoyga qarshilik bildirishi lozim. Uyg'ur xalqiga omon esenlik bo'lsin. Ailəsinin ko'pinchasining Xitoyda turmalarga solanganligini bildirgan Uyg'ur Arshidin Erkin ovozini anglatish uchun Istanbuldan Anqaraga piyoda yurmoqda. Arshidin Erkin Pokistonda 6 yil qorliqda o'qiganligi uchun vatanga qaytganda Xitoy tomonidan turmaga tashlanganligini va 1 yil sababsiz tutib turilganligini va shundaqla qiyin qistoqqa uchirganligini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Binali Yıldırım Xitoy Mamlakatlar Xalq Qurultayı Daimi Komitetining boshlig'i Li Jianshu bilan ko'rishdi. Bir qator uchrashuvlar uchun Xitoyga kelgan Turkiya Parlamenti Reisi Binali Yıldırım Beijingdagi Xalq cho'ng sarayida Xitoy Mamlakatlar Xalq Qurultayı Daimi Komitetining boshlig'i Li Jianshu bilan hay'atlararo yig'in o'tkazdi. Binali Yıldırımning Sharqi Turkistonda tutqun turayotgan millionlagan Uyg'urlarni va Sharqi Turkiston masalasini o'tirib qo'yish qo'ymasligi diqqatni tortmoqda. İtaliya hökuməti 2019 yıllık xamçotida köçmənlər üçün ajratgan 30 milyon eurodan ortiq sağlıq fondini əməldən qaldırışını planlamoqda. İtaliya hökumətinin 2019 yıllık xamçot səbəblik Avropa Birliyi bilan yuz bergan krizini hal qilish üçün köçmənlər haqqında qisish siyosatini yo'l qo'yganligini bildirdi. Cumhuriyet gazeti davlat xamçotida yuz bergan o'zgarishning köçmənlərə ta'sir ko'rsatganligini bildirdi. Fransiya poytaxti Parijga yiqilg'u bejining tushirilishi va iqtisodiy sharoitning yaxshilanishi uchun seriqchiliklar tomonidan shanba kuni o'tkazilgan faoliyatda o'tirg'i chiqqan ziyonning 3-4 million yevro bo'lganligi bildirildi. Xabarda bu sonning 24 noyabrdagi namoyishlarga solishtirganda 3-4 hassa ortiq ekanligi va o't qo'yitilgan avtomobillarning texnik hisoblanmaganligi ta'kidlandi.